xunajinlar, bo'g'ozlar partiyasi kelgan. O'ta katta partiya, xudo xolasa shunaqa katta mol olaman degan. Ko'plari bo'g'oz. Va mana shu simentallar, Chorniy Pyostra partiyasi, bular 6 oy, 8 oylik atrofida. Bularda ham narxini aytib qo'ydik. Kim nima qidirsa topadi xullas. Qanaqa zotidan buqaga tashalgan. Mana shu zotli mollar bor. Birinchilardan kelib qoling. Chunki birinchi xaridorlarga tanlash imkoniyati ko'proq bo'ladi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy Chorva kanali obunachilari. Bugun 10-may 2026-yil Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasidan Ozit akani fermasidan mana shunday zotli bo'g'ozlar, sigirlar kelgan. Katta partiya, xudo xolasa birinchilardan bo'lib ko'ryapsizlar. Bu mollar o'ta zo'rlaridan. Qidirganlarga, shunaqasidan so'raganlarga, sigir qilaman deganlarga, zotli mol boqaman deganlarga shunaqalardan keldi, xudo xolasa. Mollarimiz ko'p. Hamma zotidan mavjud. Simental, Chorniy Pyostra, rossiyskiy poroda, Golstein Fris. Xullas, shvedlarimiz ham bor. Buqa tashalgan bu fermaga. Mana buqasini ham ko'rsatib o'tardik, shu o'rtada yuradi. Ko'plari bo'g'oz. Va mana shu holatdagi simentallarimiz mavjud. Niyat qilganlar mashalloh deb yozib qo'yinglar kommentariyada. Sizlar uchun ishqibozlarni ko'rsatgani keldik. Mana mollar holatlar. Mana shu holatda. Kimga qiziq bo'lsa nomer qoldiramiz. Lokatsiya tashlash beradi uzoqdan keladiganlar. Lokatsiya orqali topib kelishinglar mumkin. Mollar zagonda yuribdi. Bitta ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqanlarga, niyat qilganlarga ana shu holatdagi shvedlar ham mavjud. Bu tarafida yosh shvedlar, shved deyman, simentallar, Chorniy Pyostra partiyasi, bular 6 oy, 8 oylik atrofida. Bularda ham narxini aytib qo'ydik. Bundan oldingi videoda bularni kecha syomka qildik. To'liq ma'lumotlarini berganmiz bularga. Endi bular bo'lsa katta partiya mollar. Mana Chorniy Pyostra sut yo'nalishiga zo'rlardan. 30 ta, 35 ta sut berganlardan. Simental zo'rlari. Ali to'qol qidirganiga, o'rrabosh qidirganiga shunaqasidan bor. Ana bu buqa tashalgan shved. O'rtacha bo'ylari 1.60 atrofida ko'p mollar. Lekin tasini qidirganlarga yoshlardan ham mavjud. Kim nima qidirsa topadi xullas. Qanaqa zotidan, qanaqa vesidan, qanaqa vaznidan qidirsa topadi. Ular narxini aytib o'tamiz. Bu yerda mollar turli xil bo'lgani uchun 30 milliondan 60-61 millionga doğru bo'lgan mollar bor bu yerda. Ularni olish tartibi qanday bo'ladi? Agar masofadan bo'lsanglar, uzoqroqdan bo'lsanglar, o'zga yoqqan mol screenshot qilasiz, Telegramdan tashlasangiz, uni narxi aytiladi sizga. Agarda onlayn savdo qilsangiz, onlayn savdo qilish ham mavjud. Dastavkalar bor. Narxini bilasiz, ma'qul kelsa olasiz.
Yoki yaqin o'rtada bo'lsanglar, kelib, ko'rib, ustida ko'rib olganinglar yana ham ma'qul. Mollarni ustida ko'rib olsanglar yana ham ma'qul. Yaqin bo'g'ozlar ham bor ekan mana. Gumonlari ham bor, lekin buqaga tashlangan. Mana shu zotli mollar bor. Birinchilardan kelib qoling. Chunki birinchi xaridorlarga tanlash imkoniyati ko'proq bo'ladi. Bunaqa xohlasak gigantini tanlaydi. Mana shunaqa simentallardan. Xolasi yoshroqini tanlaydi. Yoshrog'ini puli kamroq bo'ladi. Vesiga, holatiga qarab. Biz aytgan 60 million atrofida deganlar ana shu gigantlari asosan. Shunaqa simentallarni qo'ydik, 63 milliondan ham qo'ydik. Ketdi sotilib. O'shaning uchun asosan bu yerda ko'p mollar, shu kattalarini aytmaganda, mana o'rtachaga mollar shu aytilgan narxi orasida bitadi. Screenshot qilsanglar, xudo xolasa narxlari, holatlari aytiladi. Keyin kommentariyada bildirib ketinglar, bizni auditoriya ko'proq qanaqa mollar ishqibozi. Bo'g'oz qidirganlar ko'pmi yoki sistemda qidirganlar ko'pmi? Может, buqa ishqibozlari bordir. Shunga qarab biz yana ham sizlarga kerak bo'lgan kontentni berishga harakat qilamiz. Chunki bizni qo'llab-quvvatlaydigan bu sizlar bo'lasizlar, like va kommentariy orqali. Ishqibozlarga jo'natib qo'yish orqali. Shuning uchun sizlarga nima qizig'i bo'lsa, ana shu yo'nalishdagi mollarni ko'rsatib boramiz. Mana Shved ishqibozlariga mana simentallar. Mana toza Shved so'raganlarga. Shunaqalardan ham bor, xudo xolasa. Mana orqa holatlari pachkalar. Yurish-turish ishlariga hamma yo'lga joy beriladi. Bo'g'ozlaridan qidirganlarga-da, bular ko'pi bo'g'oz chunki. Xo'p, mana shu holatdagi mollar mavjud. Kimga qizig'i bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'ta kattalardan bor. Lekin puli yengil yoshlaridan ham bor. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.